Bugungi Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining navbatdagi sessiyasida Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputatlari masalalarga aloqador mutasaddi tashkilot vakillari ishtirok etmoqda. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashiga saylangan 24 nafar deputatdan 19 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Sessiya ochilsin degan taklif tushdi. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz endi sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 10-shodlik saylovi o'tkazilgan saylangan deputat Mashalik Bo'rononi sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Tasdiqlandi. Deputat Mashalik Bo'ronov sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z joyingizga joylashingizni so'rayman. Marhamat. Sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Vaqtdan unumli foydalanishimiz maqsadida ma'ruza uchun 10 minutgacha, savollar uchun 5 minutgacha, ma'lumotlar uchun 5 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ushbu ish tartibi tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Sessiya ish tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiyaning kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilmoqda. Birinchisi, Chirchiq shahar mahalliy byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Ikkinchi masalamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi 2026 yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Chirchiq shahrida belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risida. Agar savollar va takliflar bo'lmasa, kun tartibini qabul qilish bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahar mahalliy byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. So'z shahar hokimining birinchi o'rinbosari Jurat Rahmonovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Hammamizga ma'lum xabarimiz bor. O'zbekiston byudjet kodeksining 126-moddasida shu yil oxiriga shakllangan erkin qoldiq chorak yakunidan shakllangan daromad ortib bajarish rejalari, ya'ni byudjet boshqaruvlar Xalq deputatlari kengashi qarori bilan ishlatish belgilab qo'yilgan. Shuni nazardan 2025 yil yakuni bilan 2026 yil holatiga biza shakllangan erkin qoldiq mablag'larni tasdiq berishda sizlarga e'tiborga havola qilmoqchiman. Demek ma'lumotlarga qarasa, Chirchiq shahar mahalliy byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatiga 10 milliard 213 million 186 ming 900 so'm shakllandi. Bundan yana xabarimiz borganimiz 126 moddasida ushbu mablag'ning 30% bevosita ochiq byudjet portali orqali ochiq byudjet jamg'armasiga o'tkazib belgilangan. Shunday nazarda 3 milliard 64 million so'mni fuqaro tashabbusli jamg'armasiga o'tkazish taklifi.
Bundan tashqari aholi muammolari va ijtimoiy iqtisodiy masalalarni o'rganish bo'yicha respublika ishchi guruhi 12 sonli yig'ilish bayoni tasdiqlangan. Hammamiz bor. Uchirchi shahrida davlat prezident maslahatchimiz Obidjon Ayjuboyev ular ishtirokida shu yoshlik mahallasini zamonaviy infratuzilmasini yaxshilash, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlar to'g'risida shu protokol asosida 1 milliard 300 million so'm shu yoshlik mahallasi infratuzilmasini mustahkamlash va obodonlashtirish ko'rgazma ishlariga, aholi muammolari va ijtimoiy iqtisodiy masalalarni o'rganish bo'yicha aynan yana shu 12 sonli protokol asosida yoshlik mahallasini yo'l asfaltlarini, bordyurlar, yo'l chetlari, lotoglar yotqizish uchun 870 million 650 ming so'm. Chirchiq shahrida 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz bor. Shu ta'lim tashkilotini binosini tom qismi hozirgi kunda va tizimi achinarli ahvolga kelib qolgani sababli murojaatlar kelib tushganligini inobatga olib 388 million so'm mana shu 1-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining tom qismi va ish tizimini joriy ta'minlashga, Chirchiq shahar Iftixor mahallasida kasb maktabimiz bor, Yangi O'zbekiston havolida bor. Bundan 2-3 yil oldin o'sha gen plan bo'yicha buzilish, qurilish ishlari boshlangan paytda o'sha yo'l kengashining munosabati bilan aynan tashkilotlar tomonidan berilgan topshiriqqa asosan shahar hokimligi tomonidan shu devor buzilgan. Hozirgi kunda shu chegara aniqlangani sababli o'sha kasb maktabini devorni olib berishga 140 million so'm, Chirchiq shahar obodonlash boshqarmasi balansiga manzarali va manzarali daraxtlar va gul ko'chatlarni xarid qilish uchun 1 milliard 362 million so'm, shahar hokimligi moddiy bazasini mustahkamlash, konserv mollarni, texnika, kommunal xarajatlar uchun 680 million so'm, shahar hokimligi binosini o'zini ta'minlashga jihozlashga 1 milliard 670 million so'm. Bu ma'lumotlar asosida mana shu o'tgan zaminimiz, bundan tashqari alohida shahar kengashi binosi 4-qavatda tashkil etilyapti. Bular hammasi o'z ichiga olgan. Demak, 6 nafar nuroniylarda o'sha Obidjon Ayjuboyev boshqarib ketganda o'zinglarda nuroniylarda faollik ko'rsatib, shahar iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shib keladi. Rag'batlantirish maqsadida bir sanatoriyaga yuborish masalasi qo'yganlar. Demak, 6 nafar faol nuroniylarimizni sanatoriyaga yuborish bo'yicha 36 million so'm. Demak, O'zbekiston Prezidentining 2026 yil 13-yanvarda xabarida tashriflar bo'ldi. Tashrif kelganlarda shu ko'chalarimizni bezash maqsadida 1200 ta atrofida bayroq olingan. Bu o'sha ham festival bayroqlar, ham O'zbekiston Respublikasi bayroqlari. Bu bayroqlarni xarid qilish uchun 133 million 56 ming so'm. Bundan tashqari xabarlar bor. Davlat tili to'g'risida qonun qabul qilingandan keyin aynan shu lotin alifbosini o'qish bo'yicha bizda navbat hujjatlar belgilangan. Shu nuqtai nazardan shahar hokimligi xodimlarini shu til bo'yicha sertifikat olishiga 9 million 79 ming so'm. Demak, o'tkazilgan bayram tadbirlari, yangi tadbirlarni o'tkazganmiz. Shu tadbirlarni moliyasiga 418 million so'm. Shu bilan hurmatli Xalq kengashi 10 milliard 213 million 386 ming 900 so'm mablag'imiz mana shu yo'nalishlarga sarflashni ma'qullab berishini so'rayman. Savollar bo'lsa, rahmat. Savollar bormi? Devor bitta lekin ko'rish. Nima deysiz? Devor bitta deyman, ko'rish deydi. Yaxshi. Endi Aziz hurmatli hokimimiz nimalarni tashabbuslarga juda ko'p hozir ko'rganda juda ko'p qilingan, lekin moliyaviy manbasi aniq bo'lib, moliyalashtirish ishlari yetmagan. Endi juda ko'p ishlarimiz amalga oshirildi. Mana yoshlik mahallasi shularimizni ko'rgansizlar. Infratuzilmasi, zatorlar, asfaltlar, bundan tashqari shu kuzatuv kameralar qo'yildi. Hozirgi kunda mana bitta toshloq joy qo'ygan bo'lsak, ana joyda turibdi. Sababi odamlarning fikri ham o'zgardi, ongi ham o'zgardi. Biz hozir bunga 2 milliard atrofida vaziyatimiz, bundan tashqari 5 milliarddan ortiqroq biz shu homiylar, tashkilotlar, o'rtoqlashimizga xabarlar bor. Tashkilotlar, homiylar ma'lumotlarni yana 5 milliarddan ortiq ishlarga ta'minlash kerak. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais. Bizga mana xat tushgan. Uchinchi mahalla bo'yicha hokimlikka ham do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Burgut taekvondo klubidan kavyo so'ragan. Shunda ham mana shu agar
sotib olinadigan bo'lsa, shu 17 million e'tibor borishi so'raladi. Shunali rivojlangan ularga hozir yana qo'shimcha tuzilmalar bor turibdi. Agar bu davlat to'lagan bo'lsa, shuni bilamanki, xalqning kengash shaklida favqulodda holatda shunaqa zarur holatlarda ishlash emasmi? Yo'q, shunga bu ishlarimiz bor. Buni o'zida e'tiborga havola qilib, buni ishlatamiz. Bular hokimimiz, raisimiz munosabati ko'lagiga o'ylab qo'yamiz. Savollar bormi yana? Savollar bo'lmasa, haqiqatdan mana hozir o'zingizlarning aytyapsizlar, kollejda devor qurilgani, bo'lgani, haqiqatdan yoshlik mahallasidan ancha ishlar qilindi. Uni o'zimiz ko'rdik, o'zimiz qatnashdik, o'zimiz o'sha yerda bo'ldik. Hokimiyat bilan birgalikda, hokim boshlig'ida va hokazo qolgan masalalar ham albatta qilindi, ko'rildi, tashrif jarayonlari bo'ldi. Buni hammamiz ko'rdik. Manimcha hamma bunga o'zi guvoh bo'ldi, o'zi qatnashdi, o'zimiz birgalikda qatnashdik. Savollar yo'qmi? So'z Xalq deputatlar Chirchiq shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmuda Zokirovaga. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan Chirchiq shahar mahalliy byudjetining 26-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi hamda sizlarga tarqatilgan qaror loyihasi ishlab chiqildi. Komissiya muhokamalari jarayonida O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 24-yil 29-yanvardagi qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari inobatga olindi. Qaror loyihasida mas'ul tashkilotlar zimmasiga byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, hisobdorlik va nazoratni kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar yuklatishga alohida e'tibor qaratildi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Rahmat. Agar savollar va fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Rahmat edib o'ylash, ro'za bilan amaliyot tushdi. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 49-sonli qaror ijrosi yuzasidan Chirchiq shahrida belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risida. So'z Chirchiq shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Baxtiyor Dolimovga. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, tashkilotlar, hurmatli rais. Avvalambor Chirchiq shahrida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2025-yilda qilingan ishlar hamda 2026-yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berishni. Shaharda 2025-yilda mahallalarda ishsizlik va kambag'allikni qisqartirishga alohida e'tibor qaratildi. Bandlik va kambag'allikni qisqartirish borasida quyidagi ishlar amalga oshirildi. 2025-yil davomida 22.260 nafar aholining bandligini ta'minlandi. Reja 21.587 nafar bo'lgan bo'lsa, rejaga nisbatan 103.1% bajarildi. Shundan investitsiya loyihalanishga tushirish hisobiga reja 2728 ta, amalda 2008 ta, rejaga nisbatan 102%. Tijorat banklari tomonidan reja 18.160 ta, amalda 18.751 ta, doimiy reja 7.918 ta, amalda 7.979 ta va tadbirkorlikda reja 10.145 ta, amalda 10.772 ta
qurilish sohasi bo'yicha reja 696 da belgilangan bo'lib, amalda 707 ta aholi bandligi ta'minlanadi. Ya'ni rejaga nisbatan 1.6% ga bajarildi. Shahardagi yil boshiga ishsiz 3908 nafar ishsizlik darajasi 2025-yilda yil boshiga nisbatan 5.5% tashkil qilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich yil yakuniga qadar 2505 nafar, ya'ni 3.3% tashkil qildi. Bunda 1403 nafar doimiy ish o'rinlari joylashtirildi hamda kasb hunariga o'qitildi. Shahar bo'yicha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha agar aytadigan bo'lsa, yil boshida kambag'al oilalar reyestrga kiritilgan oilalar soni 3308 ta bo'lib, ularning oila a'zolari 12378 ta shakllantirilgan. Kambag'allik darajasi yil boshiga 7% ni tashkil qilgan. Yil yakuniga kelib ushbu ko'rsatkich 1445 ta, ya'ni oila a'zolari 4267 nafar tashkil qilib, kambag'allik darajasi 2.4% ga tushirildi. Demak, yil boshiga nisbatan 1860 ta oila kambag'allikdan chiqarildi. Ya'ni 8114 ta oila a'zolari demak kambag'al oilalardan chiqarildi, reyestrga. Bunda mazkur reyestrda kambag'al oila a'zolarining 2675 nafariga xizmatlar ko'rsatilib, bunda 636 nafar doimiy ishlarga joylashtirildi. 1412 ta nafar tadbirkorlikka jalb qilindi. 173 nafar kasb va hunarga o'qitildi. 454 nafar fuqarolarga 4.4 milliard so'mlik kredit, subsidiyalar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mablag'lari ajratildi. Hurmatli deputatlar, 2026-yilda amalga oshirilgan rejalarimiz bo'yicha axborot bersam, xabaringlar bor. Hozir aytib o'tilgandek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilda hududlarda yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2026-yil 5-fevraldagi PQ49 qarori asosida o'zimizga aniq maqsad va vazifalarni belgilab oldik. Asosiy maqsadimiz joriy yil 2026-yil yakuniga ko'ra kambag'allikdan, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish qilib belgilab oldik Chirchiq shahrini. Chirchiq shahrida 2026-yilga 29883 ta ish o'rni yaratilib, aholi bandligi ta'minlanadi. Shunda aholini doimiy ishga joylashtirish orqali 4787 nafar. Bunda investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 429 nafar. Xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 1066 nafar. Qurilish sohasida 154 nafar. Bo'sh ish o'rinlarini joylashtirishga 713 nafar. Tijorat banklari o'z mijozlari bilan uchrashuv orqali 2425 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanadi. Aholining daromadini oshirish orqali 18798 nafar, bunda mikroloyihalarni tashkil etish hisobiga 3052 nafar. Ishsiz aholini kasb hunariga vaucher asosida o'qitish hisobiga 600 nafar. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali daromadini ish bilan band qilish hisobiga 293 nafar. Tadbirkorlik infratuzilmasini yaxshilash orqali daromadli ish bilan band qilish hisobiga 932 nafar. Driver loyihalashga tushirish hisobiga 218 nafar. Mikrosanoat markazlarini tashkil etish orqali daromadli ish bilan band qilish hisobiga 300 nafar. Tadbirkorlik dasturlari doirasida ajratiladigan kreditlar hisobiga 4479 nafar. 10 ta xonadonlarga loyiha paketi taqdim etish orqali daromadli ish bilan band qilish hisobiga 532 nafar. Barqaror kelajak sari dasturi asosida 2085 nafar. Agrotexnik kadrlarida mavsumiy band qilish hisobiga 5678 nafar. Ten imkon eksklyuziv bandlik dasturi asosida 130 nafar. Mehnatsevar ayol dasturi ijrosi hisobiga 499 nafar fuqaro bandligi ta'minlanadi. Soyadan chiqarilgan ish o'rinlari orqali, ya'ni bu legallashtirish deymiz, 6298 nafar. Bunda Davlat soliq qo'mitasining 3810 nafar, ijtimoiy himoya agentligi 421 nafar, kambag'allik qisqartirish va bandlik ko'maklash bo'limi tomonidan 644 nafar, transport sohasida 227 nafar, qurilish sohasida 1137 nafar, turizm sohasida 59 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanadi. Shaharda 2026-yilda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, ya'ni kambag'allikni xoli hududga aylantirish masalalari bo'yicha xizmatlar bilan qamrab olinadigan
jami oilalar soni 1126 bo'lib 3009 nafar a'zosini tashkil etadi. Shundan doimiy ishga joylashtirish hisobiga 394 ta, tadbirkorlikka jalb hisobiga 360 ta, daromadini oshirish hisobiga 180 ta, norasmiy faoliyatini legallashtirish hisobiga 124 ta, kasb hunar o'qitish hisobiga 68 ta oilani kambag'allikdan chiqaradi. Xizmatlar bilan qamrab olingan kambag'allikka qayta tushib qolish xavfi bor oila, ya'ni 202 ta bo'ladigan bo'lsa, shundan 700 nafar oilasini tashkil qiladi. Bundan tashqari yangi yondashuvlar asosida 32 ta oila axborot texnologiya sohasida zamonaviy kasblarga bepul o'qitish hisobiga, 22 ta oila ilm-fan texnologiya rivojlanish hisobiga 10 ta kambag'allikdan chiqariladi. Hurmatli deputatlar, mana hisobotimiz yakunlandi. Mana shuni sizlardan so'rayman, shuni tasdiqlab berishinglar. Savollar bo'lsa marhamat. Muhokamaga o'tamiz. Kimda qanaqa savollar bor? Haydovchilar. Yo'qmi? Manda savol bor. Mana jur'at voqealar so'rashligida o'tirmang. Men sizni kompleksiz bo'lganim uchun 25-yilda 22.260 nafar ish o'rinlari yaratildi. Bandligi ta'minlandi, fuqarolar, to'g'rimi? Reja 21.587 ta edi, 103% bajarildi. Judayam yaxshi. 26-yilga reja 29.883 ta belgilandi. Bu oddiy endi raqamlarni solishtiradigan bo'lsak, hamma masalan iqtisodchiman. 29.883 ta 25-yilga nisbatan 7.623 ta. Bu salkam 35%ga oshig'i bilan reja ovozi. Buni tegida asosi, manbasi, hamma loyihasi mana e'tirofda o'zini o'zi band qilish hisobiga keyin o'ziga tibbiy tadbirkorlik va hokazo deyilyapti. Shuni hammasini manbasi aniq ko'rsatilgan va aniq rejalashtirilgan. To'g'rimi? Yuratilan qo'yib. Ha, Murat Yoqsanović, demak bitta qisqacha tushuncha berib o'taman. To'g'ri, o'tgan 35%ga men yomon demoqchi emasman. Siz juda ham yaxshi, faqat juda ham katta rejalar qilib. Savolingiz tushunarli. Demak, o'tgan yilda siz aytmoqchi 21.587 nafarni 22.260 qilib yaratgan bo'lsak, bu yerda o'tgan yili demak o'zini band qilish, doimiy va mavsumiy ishga joylashtirish edi. Bu yil muhtaram prezidentimiz qarori bilan yangi tushuncha qo'shildi. Ya'ni bu 29.883 ta ichida e'tibor bergan bo'lsangiz, hisobotlarda doim vaqtida aytib o'tdilar. 18.798 nafari o'zi ishli hozirgi kunda. Hammasi daromadiga ega. Shularda daromadini oshirish ko'zda tutilmoqda. Ya'ni qo'shimcha o'zini band qilish orqali yoki shu tomorqasiga bir teplitsa qurib berish orqali shularda rasmiy keladigan daromadni oshirish hozirgi kunda bular band o'zi. Xuddi shunday yangi tushuncha kiritildi, doimiy ishga joylashtirish daromadni oshirish degan ko'rsatkich hisobiga bu yilgi rejamiz o'tgan yildan bir muncha balandroq. Lekin bularni fuqarolarni ishligi ta'minlaydi. Demak, hammasini manbasi aniq. Xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa birgalikda ishlaymiz. Endi bu savolni berganim hurmatli deputatlar, siz ham o'zingizlarni okrugingizda, chunki bu yerda mahallalar kesimida berilgan, gruppaga ham tashlab berilgan edi. Shuning uchun sizlarga bularni ham savol, ham yo'nalish sifatida e'tibor berishingizni so'rayman. Chunki bu yerda har bitta punktdagi har bitta raqam bu hozir belgilangan qarorda ko'rsatib o'tamiz. Chorak-chorak buni hisoboti bo'ladi. Har chorakda hisobot ko'riladi kengashda. Faqat buni deputatlarimiz birgalikda hammamiz ijrosini ham joy-joyida ta'minlanishini bir nazorat qilsak. Sababi o'zimiz saylangan okrugda o'zimiz saylovchilarning oldida yuzimiz yorug' bo'ladi yoki o'sha yerda bandligi ta'minlanmagan. Hammamiz bilamiz o'zimizni okrugimizda qaysidir oilada ishsiz bo'lib, qaysidir oilada uyda o'tirib bandligini ta'minlashni e'tibor o'tirganlarda o'zimiz band qilish va hokazo. Shuni iltimos bo'lardi, ham nazorat qilib, ham birgalikda ijrosiga
qaysidir joylarida yordam bersak. Ma'qulmi? Qo'shimchalar Hasanovich, demak bizda o'tgan yillar bunaqa Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shaharning toifasi kirgan hisobiga 100 milliard mablag' ajratilyapti. 100 milliard mablag' 10 ta loyiha ishga tushish natijasida o'zi 1700 ortiq ish o'rni yaratiladi. Qo'shimcha bo'lgan. Avvalgi yillarda bo'lmagan alohida yo'nalish. Yaxshi. Savol marhamat. Haftaga gaplashdik. Islom rahmatulloh arizasi bo'yicha alohida nazoratga so'radik. O'zi marhum o'tib qolgan. Ikkinchi avtobaza bugungi kunda uni ish haqini to'lab bermayapti-da. Shuni jarayonda alohida nazoratga olish so'radi. Bu nazoratga olingan, bu gaplashdik. Bu masalani sudga chiqarishga chora ko'ramiz. Rahmat. Yana savol marhamat. Mana hozir to'liq sizni loyiha o'sha ma'ruzangizni eshitdik. Bizani mana xato qilib olganimizdan keyin Chirchiq shahar bo'yicha 39 ta mahallada 3670 ta ishsizlar aniqlangan. To'laligicha. Shularning ichidan misol uchun bu tabiiy hol ish joy taklif qilganingizda aytadi, men chetga chiqmoqchiman. Deb shunaqa mana bu yosh bo'lishi mumkin, 30 yoshgacha bo'lishi mumkin, yo 30 yoshdan katta bo'lishi mumkin. Qanday shuni rasmiy qanday tashkil etsa bo'ladi? Nimani rasmiy tashkil etish kerak? Mana ishsiz bugungi kunda ishga joylashtiraman, mana ish o'rinlari bor deb ko'rsatyapsiz, aytyapti, yo'q, men chetga chiqmoqchiman. Xorijga chiqib ishlamoqchiman. Misol uchun bugungi kunda Buyuk Britaniya boshqa davlatlardan taklif bo'ladi. Qanday o'shani rasmiylashtirsa bo'ladi? O'zi xabaringiz bor, migratsiya masalasi bo'yicha bu mahalla uyushmasida platforma yaratilgan. Sizdan kelishib gaplashganmiz. O'sha mahalla platformasi mahalla yurtida ishlash kerak. Mahalla yurtida ishlagan haqiqatan chet elga ketish istagi bo'lgan fuqaro ro'yxatga olinib, hozirgi kunda masalan mana o'sha nemis tili, ingliz tili o'quv markazlariga yo'naltiriladi, tartibli qilib viloyat hokimligi tomonidan tashkil etilgan migratsiya bo'limi tomonidan bu narsa joriy qilinadi. Bizlarda Shahrimizda yo'q bu narsa. Yo'q, shahrimizda bu narsa yo'q. Bu sizni to'g'ridan-to'g'ri platformangiz orqali yo'naltiriladi. Bu platforma orqali yo'naltirilganda u bular boshqarmasi o'sha hokimlikda bular hokimligida ichida tashkil etilgan migratsiya bo'limi bo'ladi. Marhamat, yana savollar bormi? Hatto baribir nolligallashtirilgan ishchilar ham juda ko'p-da shahar ichida. Bu ya'ni o'sha qurilish sohasida yana общепит masalasida Bor. juda ko'pchilik ishlaydi, lekin buni taklif kiritamizmi, qanaqadir jamoatchilikda ularga tushuntirish olib boriladimi? Ular ham ro'yxatda o'tiribdi, lekin daromadi bor. Legallashtirish bo'yicha. Legallashtirish bo'yicha. Mana bu qo'shimcha qilib ketaylik, masalan, agar ruxsat bersalar, bahor aka. Demak, mana hozir ikkita narsani ko'rdik, doimiy ish joylashtirish, undan tashqari aholi daromadini oshirish. Bundan tashqari uchinchi sohamiz aynan shu soyadan chiqarish, mana shu legallashtirishga to'g'ri keladi. Bu rejamiz 6298 ta. Sizlar juda ko'p bu. Bu eng asosiysi qurilishlarda, undan tashqari общепитlar. Endi mana soliq organlari avval legallashtirib yurardi. Bu yildan muhtaram prezidentimiz 49 so'm qaror chiqqandan keyin o'sha joyda bitta band keltirib ketildiki, hududdagi hokim yordamchisi aniqlagan norasmiy ishchini to'g'ri soliq platformasi orqali uni band qilish kerak. Agar band qilmagan taqdirda soliq xodimlari unga ombudsmanda ruxsat olmagan holda to'g'ridan tekshirishga kirishga ruxsat berdi. Shuni richagini berdik hokim yordamchisiga. Aniqladi, boradi, soliq bilan birga savdo-sotiqni o'tkazadi. Agar o'sha o'tkazmagan taqdirda biror muddatda o'shani rasmiylashtirilmasa, soliq organlari respublika tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash, himoya qilish ombudsman tashkiloti ruxsat olmasa, to'g'ri tekshirishga kirishga haqli qilib qo'ydi. Bu bizga juda yaxshi richag bo'ldi. Bu orqali men o'ylaymanki, 6200 emas, undan ham ko'proq qilib oxiriga yetkazsak bo'ladi. Ayniqsa общепитda ishlaydigan doktor bo'lganim uchun aytmoqchiman. Общепитda ishlaydigan har bitta o'sha ofitsiant bo'ladimi yoki bir polmi boshqasimi nelegal ishlashi bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi, chunki ularning sog'lig'i
tibbiy medosmotrdan o'tish kerak. Har xil yuqumli sanitar normalariga zid ravishda ish qilyapti. Qonunchi mayli ishlarsa emas. Endi bu haqiqatdan to'g'ri masalani ko'tardilar. Men haqiqatdan bu sohada ichida yurganimdan bu masalani to'g'ridan-to'g'ri hozir haqiqatdan o'sha bizda sanksiya degan tashkilot bor. Bu sanksiya bundan to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanish kerak. Haqiqatdan joyi chiqib ko'rilganda, borib ko'rgan haqiqatdan non-legal bo'lsa, birinchi o'chirda hujjat so'raladi ishga olingan to'g'risida. Rasmiy bandmi bu? Agar rasmiy band bo'lgan bo'lsa, bu xorijni xohlamaydi, uni o'sha medosmotr qilishgacha bo'lishi kerak. Men tushunish bo'yicha haqiqatdan non-legal bo'lsa, bu bo'lmagan narsa-da, to'g'ri narsani to'xtatadi. San minimum degan qoidalar bor. O'shalardan bir qilgan bo'lish kerak. Bor, albatta uni har birini kelgan xodimlarni analiz topshirishi, mana mediklasini o'zida bilasizlar. Stansiyadan va hokazo uni har 6 oyda, har 3 oyda o'tadigan har bir nimalari bor. Protseduralari. Tushunarli? Yana savollar bor. Savollar bo'lmasa, boya aytib o'tganimizdek qo'shimcha, ya'ni iltimos tariqasida deputatlar hozir mana qarab chiqdik, men o'zim ham qarab chiqdim. Har bitta mahalla kesimida hozir bularga o'tishganidek o'zini o'zi band qilish yo'nalishi, daromadini oshirish va hokazo har biriniki bor. Mahalla kesimida har birini raqami bor. Shunga e'tibor berishidan so'raymiz. O'zingizlar yaxshi biladigan okruglarga ishsiz uyli boyib yetdim, qaytarib bo'lsam tushuntirmoqchi bo'lganim, o'shani mana qanday bog'lashimiz kerak edi. Bular bilan bog'lab turib, bandligini ta'minlashimiz kerak. Rahmat. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xalq deputatlarcha shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmuda Zakirova. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-yil 5-fevraldagi 26-yil hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi FQ49-sonli qarori ijrosi yuzasidan Chirchiq shahrida belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi hamda sizlarga tarqatilgan qaror loyihasi ishlab chiqildi. Komissiya muhokamalari jarayonida yaratilgan ish o'rinlari, aholi bandligini ta'minlash, aholini sohalar kesimida doimiy ishga joylashtirish, aholi daromadini oshirish, soyadan chiqariladigan ish o'rinlari, shuningdek shaharda 26-yilda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarga to'xtalib o'tildi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak, rozilar, qarshilar, betaraflar, yo'q, rahmat. Qaror qabul qilindi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Omad ishingizlar. Sessiya ishi bo'yicha axborot berish uchun so'z sessiya kotibi deputat Masharif Bo'ldonova. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chaqiriq Xalq deputatlar Chirchiq shahar kengashining 23-sessiyasida kengashga saylangan 24 nafar deputatdan 19 nafar ishtirok etdi. Ulardan uzrli sabablarga ko'ra 5 nafar deputatimiz ishtirok etishmadi, kvorum ta'minlandi. Sessiya ishida shahar hokimining tegishli o'rinbosarlari, kotibiyat mudirlari, shahar bo'lim va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etdilar. 7-chaqiriq Xalq deputatlar Chirchiq shahar kengashining 23-sessiyasini chaqirish to'g'risidagi kengash raisining 2026-yil 23-fevraldagi 3152/26 farmoyishi 25-fevral kuni Chirchiq shahar kengashi deputatlarining Telegram guruhiga kun tartibiga kiritilgan har ikkala masala yuzasidan qaror loyihalari, xabarnomalari yuborilgan edi. Sessiya davomida barcha masalalar yuzasidan
deputatlar o'z fikrlarini bildirdilar va aynan shu doimiy komissiyalarning bu boradagi xulosalari eshitildi va barcha qarorlar bir ovozdan qabul qilindi. Sessiya ishida ishtirok etmagan Qurbonov, Umarova, Islomova, Asadov va Filipovalar deputatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bayonnomalarga qayd etildi. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 23-sessiyasi kun tartibidagi masalalar to'liq ko'rib chiqildi. Rahmat. Barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish bo'yicha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, shu bilan Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. 1 minut deputatlarimiz